Va nihoyat bugun vlog olgan vaqtim bor. Qani ketdik. Bugun hozir breakfast qilamiz, Daiso'ga kiramiz, keyin Olyonga ham kirib chiqishimiz kerak. Artbox ham bor. Uje Koreyada gullar to'kilib, daraxtlardan barglar chiqishni boshladi. Havo o'rtacha iliq. Bu yer men turadigan station va bu pastida hozir koreys ovqatlar bor, McDonald's bor va KFC bor. Bugungi tanlov KFCga. Qani ketdik. KFC menyusi men hozir guruch olaman. Men hozir burger yegim kelmayapti. Faqat guruch. Suv bilan. Mana men saqlagan ovqat keldi. Guruch ustida tog' go'shti bo'ladi va mayonez, ketchup, ketchup bo'ladi, ketchup deb. Keyin oddiygina suv. Mana shunaqa. Hop, qani yeb ko'ramiz. Men o'zim turgan stansiyani nimasini yaxshi ko'raman? Birinchi etaji kiyimlar do'koni, ikkinchi etaji food court, uchinchi etaji shunaqa KFC shunaqa narsa topsanglar bo'ladi. Ko'cha chiqadigan yer uchinchi etaj. Ko'rsanglar xuddi chumolini iniga o'xshaydi. Hozir ko'rsataman. Pastga tushib ketyapman. Omon qaranglar. Bu yoqqa yo'l bor, bu yoqqa yo'l bor, bu yoqqa ham yo'l bor. Odamlarni ko'p joyda olish, videoga olish ruxsat berilmagan. Shuning uchun sal bekitib bo'lsa ham olaman. Xo'p. Bu yerda men stansiyamda 31 ta chiqish bor. Kartani ko'rsanglar faqat 7 ta chiqish yoki 8 ta chiqish ko'rsatadi, lekin mana kelib ko'rsanglar 31 ta chiqish bor. Men birinchi kelgan paytlarimda yo'lim topolmasdim. Ya'ni o'zi meni uyim taraf birinchi chiqish tarafda. Ba'zida men metrodan tushaman, shu paytda metroda ham bu yerda bitta liniya tutashib ketganda, ham tepaga chiqadigan yo'l bor, ham pastga tushadigan yo'l bor. Pastga tushib ketsangiz, bu boshqa liniyaga o'tib ketib qolishingiz mumkin. Shu boshlarasi gangrash bo'lgan. Lekin hozir unaqa yo'q. Bitta do'stim kelsa, menga aytaman ularga, rasmga tashlab, men seni topib olaman deyman. Rasmga tashlagandan keyin bo'lmadi ekan, bemalol topib ko'rishib mana qilaman. Xullas bu yerda kiyimlar do'koni, aytganimdek, aksessuarlar, tapichka, balabatlarlar, xullas shunaqa, hammasi shu yerda. Hozir biz Daiso'ga ketyapmiz. Daiso'da ertalab kelgan bu narsaga olishim kerak. Keyin biroz ishga ketaman. Shunga snacklar olaman o'zimga. Hozir shu undan keyin Olyonga o'tamiz. Qani ketdik Daiso'ga. Aytmoqchi, Daiso degani Taiso, shuni qisqartirilgani, ya'ni hamma narsa bor degan ma'no bildiradi. Daisodan siz meva, sabzavot, keyin ya'ni shulardan tashqari qolgan narsani topsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Va keyin yana bitta gap. Daisoda eng qimmat narsa 5000 won bo'ladi, eng arzoni 1000 won bo'ladi. Xo'p. Ya'ni 1000 won qancha? Deyarli $1 desa bo'ladi. 5000 wonda 3 yoki $4 desa bo'ladi. Ular shunaqa gaplar. Hozir mana yetib kelyapmiz. Daiso. Ketdik. 매장 입구는 정면입니다.
Pakkuni oldim. Hop, qani ketdik mana. Qaranglar. Kosmetika. Kira olishdi. Hop, keyin bunaqa bo'sh idishlar ham bor ekan. Maskalar betga va shampun, balobattarlar, sochga bo'yadigan narsalar. Tarog'i xullas hammasi shu yerda. Hop, pastida. Mana bu men. Pastda kiyimlar ham bor mana. Va telefoningiz aksessuarlar, keyslar. Mana bular vitamin, o'yinchoqlar. Mana bu vitamin shunaqa narsalar. Ular esdalik uchun sovg'alar. Kimdir Koreyadan ketayotgan bo'lsa, olsa bo'ladi. Va mana eng yaxshi ko'rgan yer sinaqlar. Eng yaxshi ko'rgan narsam mana shu. Cho'chqa go'shti yo'q. Hammasi sokogi bilan. Undan 3 ta olaman. Menga bundan chunki asab tinchlantiradi. Qanaqadir menga shu narsa yoqadi. Va bitta Pringles narxi ham 1000 won. Xo'p. Endi bu yoqqa. Xo'p. Buncha cho'chqa bor. Bunda yo'qmi ekan? Qani ko'ramiz. Bunda yo'q ekan. Bunda yo'q, buni olsa bo'ladi. Xo'p, qani yana bundan cho'chqa go'shti bo'ldi. Mana buni olaman. Xo'p, endi nima olsam ertalabki yana. Mana bu qolib ketmasin. Hop, keyin mana ramyonlar ham bor. Va mana bu yerda karaslar haligi suplar bo'ladi-yu, shularni mana choyga o'xshagan supi bor. Ba'zida ichgisi kelib qolsa, qaynatib anaqa qilib, issiq suvda qaynatib, shu choyli paketiga o'xshaydi, shuni solib icha olasiz. Va mana bu ham eng dahshatli narsa mana. Karaslarda kimin bor-ku, haligi kimbapda solinadigan. O'shani anaqasi. Chips qilingan. Hop, mana bular ketdi. Va mana bu yerda siz o'zingiz rasmlarni chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda brilloglar yasaysiz, ya'ni o'zingiz rasmingiz bo'lsa, mana shu yerda rasm chiqarib bunday qo'ysa bo'ladi. Xo'p. Mana Cannes tovarlar polniy. Hammasi 1000 wondan 5000 wongacha. Sun'iy gullar. Mana bular bo'lsa shu telefonga naushnik, balobattarlar, kompyuterga kerak narsalar. Bu ham Cannes tovarlar ekan. Mana bular o'yinchoqlar, shunaqa narsalar. Bu yerda bo'lsa, Qulgan kuningizga kerakli narsa olasiz bo'ladi. O'yinchoqlar polniy. Shunaqa narsalar. Daiso'da obzor. Nimada korobkalar. Mana qaranglar. Men mash korobkani singlimga podarka qiluvdim. To'g'rirog'i, qadar akam shuni ichiga solib berganman. Hop, mana sadavosto. Bu yerda mana bu ustalarga. Guldur urug'lari, shunaqa narsalar. Hech narsadan Koreyada hatto anaqani ham sotishadi. Tuproqni ham sotishadi. Bir kuni bitta oshnam ko'rsatsam, kulyapti. Tuproqni ko'chadan olsang bo'ladi-ku deydi. Koreyada tuproqni ham hatto ololmaysiz. Ko'chadan. Shunaqa. Bu akvariumga kerak narsalar, baliq boqmoqchi bo'lsangiz, mushuk, itga anaqalar, mana qaranglar. Koreyada bolalarga kiyim yo'q, lekin mushuk, itlarga kiyim bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana chiroyli ekan Harry Potterda. Mana bu yerda siz piknikka haligi bormoqchi bo'lasiz, haligi tog'larga, dam olgan paytda olinadigan narsalar, tennis.
Mana bu yerda sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, qanday narsalaringiz. Oh, I like this one. Ular shunaqa narsalar. Mana bu yerda sumkalar. Ular hammasini topsiz bo'ladi shu Daiso'dan. Arzongina, shiringina. Shunaqa gaplar. Mana bu esa men. Hop, we need something more. Paypak. Yo'q, paypak kerak emas. Mana bu Daiso'da yozgi kolleksiyasi ekan. Ya'ni bilmadim bu kottonmi, kotton emasmi? Yo'q, bu sintetika. Paxtadan emas. Hop, mana tarafga ko'rsatyapman. Bu tarafda shu qo'lga olgan narsalar va Koreyada dushlarda sal muammo bor. Ya'ni tez buzilib qolishi mumkin. Shunga priborlar va filtrlar. Koreyan suvi bitta minus tarafi ham bor. Shu Koreyan suvi toza, lekin nima desam ekan, filtr qo'yganingiz yaxshi baribir. Hop, bakallar. Mana. Daiso'da hamma narsa topsiz bo'ladi. O'zi kerakli narsa. Xullas, o'zingizlar ko'rib olishinglar mumkin. Hatto mana bu skorotka shunaqa narsalar ham bor. Bolalar uchun idishchalar. Shunaqa pichoqlar. Shunaqa narsalar. I think, guys, we are done, so we should go fast. We don't have time too much. I need to buy tissue. Hozir kesan qiladigan yerga boramiz va to'laymiz va ketdik, tugadi. Daiso obzorim shu yerda tugadi. Mana kesan qiladigan yerga keldim. 카드를 삽입해주세요. 네. 연습카드로 종이 소비자 봉투 QR코드를 스캔해주세요. Qayerdan punktu bitta olamiz va shuni ham anaqa qilishimiz kerak. 좋아. Mana hammasi scan bo'ldi. Endi 멤버십의 QR코드를 스캔해주세요. 간편 결제 모바일 앱을 실행하여 결제용 QR코드 또는 바코드를 스캔해주세요. 결제가 완료되었습니다. 감사합니다, 고객님. 카드를 가져가. 영수증이 필요하세요. 감사합니다, 고객님. 영수증이 필요하시면 영수증 출력하기 버튼을 눌러주세요. mana Daiso'dan olgan narsamizni olib oldik. Endi Artboxga ketdik. Artboxda hozir men o'zimga naushnik olishim kerak, ya'ni earphones, Bluetooth earphones. Eskim nima bo'ldi desa-da, eskim bitta tushib qoldi. Qayerga tushirganim eslolmayapman. Shunga hozir yangi Bluetooth naushnik olishimiz kerak. Qani ketdik. Hop, mana biz hozir Artboxga qarab ketyapmiz. Xullas, whatever. Biz Artboxda narsalar sal qimmatroq, lekin pulga arziydigan narsa topsanglar bo'ladi. U yer sal Daiso'ga o'xshab ketadi-yu, lekin ko'p narsa qimmatroq. To'g'ri, yo'q. Daiso'ga o'xshamaydi aytmoqchi. Daiso'da hamma narsa bor, bu yerda hamma narsa yo'q-u. Xullas, o'zingizlar ko'rganinglar yaxshi. Mana shu Artbox. Bo'ldi, esimga tushdi. Bu yerda siz u kimga qatarga olmoqchi bo'lsangiz, kelsangiz bo'ladi. Arziydi puliga. Hop, menga hozir Bluetooth naushnik kerak. Mana naushniklar. Hop. Mana men olgan. Meniki mana shu edi oldin. Hozir men bunga o'ylayapman. Buni olaymikin? It's all cute, right?
qani, this one guys, look, this one so cute, right? Qandaydir yoqimtoy. Menga shunisi yoqdi. $25,000 $22 taxminan. $20 shunaqa. qani. Bu yerda siz shunaqa o'yinchoqlar, ya'ni o'yinchoq deyman, anaqalar, breloklar. Kim uchun bolalarga qilmoqchi bo'lsangiz, qilsangiz bo'ladi. Yana ko'rsataman. Ups. Mana game naushniklar, klaviatura, keyboards. Bunda siltinlik bularlar. Siltinlik shunaqa narsalar. Bas podarka arziydi hamma. Mana sizlar ko'rib turgan narsa. Kuchuklar uchun snake'lar. Kuchuk uchun snake. Koreyada hatto it tug'ilgan kunni nishonlaydi. It, mushuk, balobatlar, xullas shunaqa tug'ilgan kunni nishonlab, bunaqa qilishadi. Hozir bunaqa o'yinchoqlar rosa ommalashyapti Koreyada, ya'ni kolleksiya qiladigan narsalar. Uni ham kolleksiya qilib, mana qilib yurishadi. Mana. Okay. Hozir Koreyada ham bunaqa narsalar rosa ommalashyapti, ya'ni buni olasiz, raddomniy bo'ladi, lekin mana bu o'yinchoqlardan bittasi tushadi. Mana qaranglar. Snake'lar bu odamlarga. Kendilar. Endi bu ichida nima borligini bilib bo'lmaydi, ya'ni bizga cho'chqa mumkin emas, to'g'rimi? Shunga no, we don't know. Podushkalar, o'yinchoqlar. Shunaqa gaplar. Let's go to pay, guys. I should pay and I should rush. Xullas, mana bu narsalar. Is sun cream? No, cushion. Cushion ekan. Cute. Atirlar, lekin hidi birodasiniki normalniy emas. Bitta mana bu qanaqadir zo'r chiqqan. Vanilla hug. Shunisi zo'r chiqqan. Tarozilar. Uy aromatlar. Okay, let's go. I should rush. Oh my god, this one so cute. Bular shunaqa gaplar. Aytmoqchi. Kim K-popga qiziqsa, mana bu yerda albomlar ham bor, Artbox'da sotadi. Ana bu BTS. Okay. So let's go to guys now Olivia Young. Olivia Young bu kosmetika sotadigan yer. Olive Young, ya'ni o Young yasha. Young deyman-da. Yoshroq yasha degan ma'noni bildiradi. Hop, u yerda siz xohlagan kosmetika topishingiz mumkin. Men hozir sun kremim tugab qolgan, men shuni olishim kerak. Mana. Olivia Young. Men qayerlardir ko'rdim. Mana. Xullas men mana shuni olishim kerak. Mana shu lekin yon dahshat effekt beryapti. Hop, Daiso'da siz Daiso deyman. Olivia Young'da siz xohlagan kosmetika topishingiz mumkin. Har xil eventlar bo'ladi. Hozir mana misol uchun event bitta misol. Mana bunga qanaqadir mana o'yinchoq qo'shilib berilyapti bu kosmetikaga. Bunga bo'lsa mana bu. Har eventlar bo'ladi bu yerda. Hozir mana ham Koreyada rosa mashhur. Micro Iglu, ya'ni men ruscham xos. Garchi o'rganganimdagi tilim kelmaydi. Xullas buni berishingiz bo'lganingizdan keyin xuddi nini sanchigandek bo'ladi. Bular shunaqa narsalar. Brendli kremlar.
Mana ham rosa zo'r ketyapti lekin hozir. Mana shunaqa narsalar. Okay, let's go. Ko'pchilik o'ylaydiki, Koreyada o'g'illar kosmetika ishlamaydi deb, lekin yo'q, bu yerda ishlatishadi mana qaranglar. Hatto bu o'g'illarga cushion, pudrani anaqasi suyug'i, foundation, tonalka va bitta qalamlar, shunaqa yerlar, shunaqa narsalar. SPF'lar va bu soqoliga, bolabotlariga shunaqa narsalar. Hozir Koreyada manaqa ham rosa modaga kirgan. Sanstiklar. Ochasiz betisiga surkab, anaqa qilaverasiz har 2 soatda lekin. Shunisi bor. Va mana bu padlar ham rosa Koreyada moda bo'lgan. Kechqurun yotishingizdan oldin betisga qo'yib yotishingiz kerak. To'g'ri, bunday betingizni tozalab yotishingiz kerak. Mana shunda ancha anaqasi bor, foydasi bo'ladi buni ham. Ya. Bu esa qizlar unaqasi bo'limi. Mana xullas hamma tavsiyalar bo'ladi-da. Atirlar. Atirlar bu yerda hammasi brend atirlar. Ya shunaqa gaplar. Men uje sun cream olib oldim. Endi uyga qarab ketdik, ishga surish kerak. Let's go home. Okay, guys, we will finish here. So see you next time. Hop, shu yerda biz tugatamiz va ko'rgan bo'lsanglar, ana shu yerda anaqa bor edi. Sal olovrang sifat, nima deydi? Krossovka. Koreyada men birinchi kere ishlaganimda, Tekpeda ishlagan paytimda, ya'ni pochta ishida ishlagan paytimda, birinchi ish kunimdan keyin olgan narsam. Men Koreyaga kuzda kelganman. Boshida issiq tuyulgan, lekin bir hafta yashagandan keyin o'sha sovishni boshlaganda, keyin birinchi ishlagan kunim ertasiga qanaqa oyog'im sog'otganmi, keyin bozorga borib turib shunaqa oluvdim. Esimga tushib ketdi. Dahshat davrlar edi. Okay, guys, see you next time. I should rush. Bye bye.